Yaqında ijtimoiy taratqularda Sharq Turkistonda chag'anliq faoliyatlarning dag'dug'liq ilib berilayotganligi va chag'anni tabriklayotganlarning ko'pinchisining Uyg'ur ekanligi haqida uchurlar tarqalgan. Atushdagi aloqador xodimlar Xitoy doiralarining Uyg'urlarning Chag'an bayramini tabriklash uchun rag'batlantirish va mukofotlash tadbiri qo'llansa, yana bir tarafdan siyosiy ideyaviy xizmat ishlab qatnashmasi jazolanadiganligi haqida qo'rqitish tadbirlarini qo'llanganligi oshkorlangan. Ijtimoiy taratqularda ma'lum bo'lishicha, Xitoy Chag'anini tabriklash faoliyatlari Atushda eng dag'dug'liq tabriklangan bo'lib, Atushdagi qatnash soqchilari soqchilarni madhiyalaydigan Xitoycha naqshlarni tamburda o'rinlagan ekan. Atushning Qozoq yezidagi bir kent sekretarining oshkorlashicha, Chag'anni tabriklash faoliyatlarini har darajalik Partikom tashviqot komiteti bilan siyosiy qonun komiteti, kent darajalik soqchi ishxonalari birlikda tashkillab haydakchilik qilganligi, Chag'anni tabriklash faoliyati qatnashganlarga haqsiz kiyim-kechak tarqatish bilan birlikda ularga faoliyat oxirida har xil turmush buyumlarini sovg'at qilganligi, ba'zi joylarda kuniga so'mdan ish haqi berganligi, Chag'an faoliyati qatnashishini oshkor rad qilmasimi, orqasiga tortishganlarning qatnashmaslik uchun bahona izlaganlar bo'lganligi, ularni harakatga keltirish uchun 2 oydan ortiq kentlarda har kun siyosiy o'g'inish elib berilganligi oshkorlangan. 2 yil burun 19 yanvar Amerika Tashqi ishlar ministrligi Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlar qaratgan bostirishlarini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgan. Amerikaning Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilganligining 2 yillik munosabati bilan Sharq Turkiston surgundi hukumatı va Sharq Turkiston milliy harakati Washingtondagi davlat axborot klubida axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazgan bo'lib, bir aqtoshlik kitob e'lon qilib, Xitoyning Xinjiang azaldan Xitoy ziminining bir partisi degan safsatillarga raddiya berib, yig'in oxirida Sharq Turkiston surgundi hukumatining bosh ministri Salih Xudoyer xalqaro jamiyatni Sharq Turkistonning besivilingan davlat ekanligini e'tirof qilishga hamda xalqning erkin va mustaqil davlat bo'lish huquqini qo'llashga chaqirgan. 19 yanvar kuni o'tkazilgan bu axborot e'lon qilish yig'inida Sharq Turkiston azaldan Xitoyning bir partisi emas, mustaqillikni asliga keltirish birdan-bir chiqish yo'l nomli 12 betlik bir aqtoshlik kitob e'lon qilgan. Kitobda Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga xotim berish hamda Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning kishilik huquqi, erkinligi va yashash huquqi kafolat qilish uchun mustaqillikni asliga keltirishning zarurligi ta'kidlangan. 2021 yil 19 yanvar Amerikaning shu vaqtdagi tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'ur va boshqa musulmonlar qaratgan bostirishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirdi deb xulosa chiqarganligini e'lon qildi. Keyingi navbatlik Amerika hukumati ko'p qitim buningga qo'shilganligini ta'kidlab, Xitoyni tanqid qilgan. Hozirgacha 10 dak davlatning parlamenti qaror ma'qullab, Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini e'tirof qilgan. BDT kishilik huquq oliy komissari o'tgan yil avgustda e'lon qilgan dokladida Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishlarining insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirishi mumkinligini o'tirib qo'ygan. Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da o'tkazilgan ichki kabinet yig'inidan keyin maxsus Shvetsiyadagi Qur'on Karimni ko'ydirish qilmish to'g'risida to'xtaldi. Erdoğan Ankara'da o'tkazilgan ichki kabinet yig'inidan keyin e'lon qilgan bayonotida Shvetsiyaning Stokholmdagi Turkiya elchixonasi oldida Daniyaning o'ngchil qattiq yo'nalish partiyasi rahbari Rasmus Paludanning Qur'on Karimni ko'ydirishiga ruxsat qilishiga qattiq norozilik bildirib, Shvetsiyaning Turkiya Cumhuriyatining va yoki musulmonlarning diniy e'tiqodiga hurmat qilmasa, Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti NATO masalasida qo'llashga erisholmaydiganligini, elchixona oldida bundaq nomussizlarcha qilmishining yuz berishiga sabab bo'lganlarning NATOga a'zolik iltimosi masalasida xayrixohlik qilishni kutmaslikni ta'kidlagan. Daniyaning oshqun o'ngchil qattiq yo'nalish partiyasi rahbari Rasmus Paludan shanba kuni Turkiyaning Stokholmdagi elchixonasi oldida Qur'oni Karimni ko'ydirgan. Saqchilarning himoyasida sodir qilingan bu voqea jarayonida namoyishchilarning Paludanga yaqinlashishiga yo'l qo'yilmagan. Shvetsiyada turishliq Turkiya ommaviy tashkilotlari birlashib, Stokholmdagi Turkiya elchixonasi oldida Qur'onga hurmat qilish programmasi o'tkazib, Shvetsiya diniy fondining diniy amaldori Sardar Bukma Qur'oni Karimni tilovat qilib duo qilgan. Sardar Bukma tilovat qilgan Qur'on oyatlarining turkcha va shvetscha tarjimalarimi birlikda o'qilgan. Programmada qatnashuvchilarga Qur'on Karimning shvetscha tarjimasi va gullar tarqatilgan. Tuzni ko'p iste'mol qilsa odamni xumor qiladi. Ba'zi kishilarning ta'm sezgisi kuchli bo'lg'achqa tomoqlarni tuzliq iste'mol qilishga odatlangan. Buni ularning iste'mol odat keltirib chiqargan. Tuzni ko'p iste'mol qilganda odamni xumor qiladi. Bu tuz iste'mol qilishning xatarini yanada o'rlatib o'tadi.
Mutaxassislarning ko'rsatishicha, tuzning iste'mol miqdori eshib ketganda osonlik qon besim qatorliq asta xarakterli kasalliklarni keltirib chiqardi ekan. Shunga bir kunda iste'mol qilgan tuzning miqdori 6 grammdan eshib ketmaslik kerak ekan. Mutaxassislarning isbotlashicha, tuzliq yemekliklarni yoqtirib iste'mol qilganlar tuzliq yemekliklarga nisbatan o'zini kontrol qila olmaydi ekan. Sababi bo'lsa, tuzni ko'p iste'mol qilganda dopaminning qo'yib berilish ilgari surilib, odamda xushallik hissiyoti paydo qilib, nikotin va spiritga o'xshash odamni xumor qiladi ekan. Mutaxassislar shundoq taklif berdiki, tuzni ko'p iste'mol qilishdan saqlanmoqchi bo'lsangiz, bir kunlik 3 vaqt tomoqda har vaqtlik tomoqqa ishlatiladigan tuz miqdorining 1 grammdan tuvan bo'lishiga kafolatlik qila olsangizlar, 2 haftadan keyin tuzsiz tomoqqa ko'nib qolasiz.